Bunisi ham sizga. Bunisi ham sizga, hojon. Xolodilningiz bitta ko'rsak bo'ladimi, hojoni? 6 ta tuxum, sut va suv. Bo'l, boshqa hech narsa yo'q. Mana bir g'iladiya bor. Sabzi bor. Qachon oxirgi marta to'yib 5 barmoq yedingiz? Kunimda şükür qilaman. Kunimda şükür. Kasal oldum, 3 oy yattım, yura olmay. Ko'chkidan ketdim, yurakdan ketdim. Yuragim to'xtab qolib, 2 marta sudan. Yana yaxshi bo'ldi. Bir kunda necha mahal ovqatlanasizlar? Endi sharoitga qarab. Masalan, Bar bo'lsa 2 marta, bo'lmasa 1 marta. bo'lmasa umuman yo'q. Ya'ni ovqatlanmasdan o'tkazgan kunlaringiz ham bo'ladi. Bo'ldi, o kunlarim ko'p bo'ldi endi. Uni eslay olmadim. Eslayman, ortda qoldi. Qishda yomg'irda bu yo'ldan suv o'tadimi? O'tadi havo. Uni to'proq tushadi ustidan. Sing'angan bilan stoykani qo'ydirib. Shunaqa holatda yashasangiz ham, yeyishga taomingiz bo'lmasa ham, yillar davomida hech naqa go'sht yemasangiz ham, baribir shukr qilaman. Baribir. Alloh umringizni uzoq qilsin. Amin. Ehsonga qanaqa qaraysiz? Nem yo'q, pulim yo'q, yomasa bir narsam yo'q desa, berib ketaman. Kam bo'lsa-da, shu odam mesaj bo'lsa, shunga berib ketaman. Shunda ham berasiz? Beraman. Sababi men ham o'zim qiyinchilikni ko'p ko'rdim. Men shunday vaqtlarim ham bo'ldi. Biz hozir Qoraqalpog'istonning Tog'atash rayonida Xo'jaonam uylardamiz. Uylarni ko'rdinglar, gaplarni eshitdinglar. Doim shukr qilishimiz kerak. Eng yaxshi holatda ham, eng og'ir holatda ham. Bu haqiqiy tirik namunalar bular. Va bizga obuna bo'lishni unutmang. Muhimi ehson qiling. Muhimi befarq bo'lmang. Mana shu Xo'jaonam siz tomon qo'llarni uzatyaptilar. Biz uzatamiz shu qo'llarni. Siz boshqa aytasiz. Hech bo'lmasa shu videoni istoriya qo'yib bering. Hech bo'lmasa like bosib qo'ying. Hech bo'lmasa Xo'jaonam uchun duo qilib qo'ying. Muhimi befarq bo'lmang. Va unutmang, bizning yagona kartalarimiz faqatgina mana shu Abdulboriy Umarov yaxshilik izlab 1 millionga yaqin auditoriyadagina qo'yiladi. Boshqa barcha videolar bular fake'lar. Bularga pul tashlab yurmang. Mashinniklarga ham aldanib qolmang. Kitobda o'qigandim. O'zingizdan boyroq xonadonlarga borishdan qochiningki, zero siz yashab turgan hayotingizga noshukrlik uyg'onmasin. O'zingizdan sharoiti yomonroq oilalarga boringki, yashab turgan hayotingizga shukrona uyg'onsin. Ozgina hayotimda muammolar ko'payganda hayotimdan nolishni boshlayman, noshukrlik degan. Va men shu xonadonga kelib yashashini, yotoqxonalarini, oshxonalarini ko'rib, nima yeb ichishlarini ko'rib, to'g'risi qanchalik boy insonligimni tushunib yetdim va shukr qilishni boshladim. Va mana shu ehsonga qatnashgandan juda ham xursand bo'ldim. Siz ham chetda qolmang va ehson beruvchilardan bo'ling. Qo'l cho'zing.